Sistema degani mana shunaqa bo'ladi. Plasmas turbada samotok sistema qanaqa bo'ladi? Mana bu katernigimiz bo'ladi. Mana podacha obrotkani chiqarib ketganmiz. Katernigimizdan podacha mana devor bo'ylab tepaga cherdaga qarab chiqib ketgan. Cherdadan chiqqan turba mana obratga bo'lib sekin qaytib kelyapti. Radiatorga ulangan, keyin mana pastga obratga bu yoqdan yer tegi bo'ylab ketgan, mana shu yerdan ketgan obratga. Ikkinchi etaj bilan birinchi etajni obratkalari bir-biriga xalaqit qilmasligi uchun alohida qilib mana bu yerdan podacha kelyapti hamda obratga ketyapti. Mana bu ikkinchi etajni obratkasi bo'ladi. Bu yoqdan uklon bilan devorli ichi bilan sekin olib ketib, u katenniga olib borilgan. Bu xona ikkinchi etajimiz bo'ladi. Ikkinchi etajdan ko'ryapsizlar, ikkita podacha tushib kelgan. Bittasi aytganimdek pastga qarab birinchi etajga ketgan. Ikkinchisi mana batareya gulanib turib, yana bu obratkasi birinchi etajga qarab tushib ketgan. Bu xonadonimizda deyarli hamma xonalarga mana shunaqa alyumin batareyalar ilingan. Deyarli hammasi bir xil stilda ishlangan turbalar ko'rib turibsizlar, uklon bilan hammasi obratkalar qaytgan. Endi men sizlarga cherdada samotok sistema qanaqa yig'ilishini ko'rsatib o'taman. Amallab cherdagi ham chiqib oldik. Endi men sizlarga ko'rsataman qanaqa yig'ilganini. PAUK sistema degani mana shunaqa bo'ladi. U naryodan podacha chiqqan uklon bilan bot sistemaning eng yuqori joyi, расширительный bachok ulanadigan joyi, botdan tepaga tomga chiqarib turib, suv to'lgandan keyin chiqib ketadigan joyini qivoramiz. Открытый sistema bo'lyapti. Mana bu yoqdan уже har bitta xonaga alohida o'qlar tashalgan. Mana shu orqali obratga olib ketilgan. Bularni hozir klipsida qotirib chiqqanmiz. Undan tashqari ustidan stiklovatida o'rab chiqqanmiz. Chunki plasmas turbani bilasizlar, suv qizigandan keyin yumshab o'ynab ketishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda biz mana shunaqa reykalardan foydalanib, buni har bittasini reykani ustiga o'tkazib turib, klipsida qotirib hamda stiklovatida o'rab chiqamiz. Agar sizlarga ham mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Tuplidomga murojaat qilishingiz mumkin.